Miraziz Abdukarimov, Sadriddin Hasanov, Nurbek Sarsenbayev, Muhammad Habibullayev, Sayfiddin Sodiqov, Muhammadali Musaxonov, Abubakir Shukurullayev, Azizbek Erembetov, Ne'matulloh Rustamjonov, Ibrohim Shokirov, Hojiakbar Botir Aliyev, Amirxon Murodov, Akbar Muhammadov, Bahodir Ezbaskanov, Abdulloh Fazliddinov, Behruz Saidmurodov, Azizbek Abdumominov, Jamshidbek Rustamov, Asilbek Aliyev, Faridjon Abdullayev, Diyorbek Mahmudjonov, bosh murabbiy Islombek Ismoilov va uning butun murabbiylar shtabi hammasi menejerdan tortib shifokorlar, matbuot kotibi, administratorlar, masajchilar, hamma. Butun jamoa, butun O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi, butun o'zbek futboli uchun yangi muhim g'alaba, yutuq, titul bo'lmoqda do'stlar. Uning atrofida ishlagan, mehnat qilgan, katta kichik kim bo'lsin, sharoit yaratgan, imkon bergan, maydonda yugurgan, maydon chetida bo'lgan barcha Bahodirxonov, sardorimiz. Taxti medalli, kubok shu yerda va hozir